Qo'shnijon, Alloh sabr bersin. Ishi ham azam. Hech kim baqirib yig'lamaydi. Rostdanam. Menga qarang, kelin. Siz shu xonadonni kelinisiz. Ovozingizni chiqarib, ismini aytib baland-baland yig'lang. Eshitsin hamma. Qo'ysiz cho'pon. Shuni aytishadi. Kelinimni yig'lagani, eshagim hangragani deb. G'assol keldi, qaravoringlar. G'assol keldi. Kafanliginglar bormi? Voy, yo'q edi-ya. Bo'ldi, menda bor. Mashinadan hozir olib kiramiz. Voy, rahmat. Opa. Mana shu ipni kafanlik ichiga solib qo'ying. Nimaga? Mayit o'zi bilan bolani olib ketishi mumkin ekan. Bolani o'rniga ipni olib ketsin. Bunaqa gap yo'q-ku, opa. Voy. Nima deganingiz? Bolam sog' salomat tug'ilsin. Soling. Xo'p. Tinchlikmi, qo'shni nima qilyapsiz? Xolvata. Azamni o'rtasida xolvaytarmi kerak? Mayitni o'zidan oldin qabristonga xolvatar yetib borish kerak. Shuni ham bilmaysizmi, qo'shni? Qo'ysizchi, qo'shni, bunaqa gaplar yo'q-ku, qayerdan oldi bunaqa gapni? Qo'y, kuyib ketadi. Boring qo'shnilarga qarang. Qo'shnijon, G'assol ishlardabilar. Mana kiring, maylimi? Ishim bor edi. Opajon, mayitni yuvib olgan bo'lsangiz, suvdan shu bankaga solib bering, iltimos. Nimaga? Shu desangiz, erim rosa ichkiligiga berilgan. Men ham bolalarim ham bezor bo'lib ketdi. Shu suvdan olib borib ichkisi davo bo'lar ekan. Ichish tashlab yuborar ekanlar. Shunaqa qilib eshitdim, shunga ilinib keldim opajon. Keyin singlimni chaqalog'i ham kasal edi. Tabiblar aytishgan ekan, mayit suvini berib cho'miltirsangiz shifo bo'ladi, davo bo'ladi deb. Mayit suvi najosat-ku, opa, mumkin emas. Qo'ysizchi shunaqa bidatlarni. Qayerdan topasizlar shunaqa gapni? Qanaqa qilib o'lik yuvilgan suv kimgadir shifo bo'lishi mumkin? Najosat-ku turgan bitgani. Mikrob-ku kenayi. Qo'ysizchi, chiqing, boring. Bering bankani. Mana oynasini ham tozalang. Yo'q, sizlar qayerdan topasizlar shunaqa